Birinchi kun Malayziyaga borganimda, kampusga joylashayotganimda yomg'ir yoqqan. Yomg'ir issiq yomg'ir bo'lgan. Hayron qolganman, bu qayerdan nima tushibdi deb. Issiq yomg'irni birinchi bo'lib Malayziyada o'z boshimdan o'tkazganman. Endi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, Malayziyada qanday davlat tashkilotiga borsangiz ham 90% dan oshiq xodimlar malaylar. Qanday magazin, tadbirkor, ko'cha, biznesmenlar ko'rsangiz 90% dan oshig'i yo Xitoy, yo Hind. Shu meni juda hayratlantirgan. Lekin hammasi, uchalasi ham Malayziya fuqarosi. Ular yaqinda ibtidoiy jamoat tizimidan chiqqan xalqda madaniyati shunga yarasha. 100 yil oldin ular первобытный hayot ko'rgan. Mana oddiy misol. Malaylar sizga uchrashuv belgilaydi-yu, hamma narsani ovqat bilan hisoblaydi. Obedgacha ko'rishaylik deydi, obeddan keyin ko'rishaylik deydi. Yo ujindan oldin ko'rishaylik, yo ujindan keyin. Vaqt aytmaydi. Orientir ovqat. Ovqat yeyishlari ham endi unisi qiziq.